Demak, tuzga Evo'legan rulni oxirgi 10 ta partiyasini olib keldik. GM Siklatniki 100% tovarimiz original. Niboy proverkaga tayyor. Siklatda boshqa qolmadi Koreyada. 10 ta dona olib kelganmiz. Oxirgi partiyasi. Oldingilar olib kelib berganmiz zakaz bo'yicha. Bizani kuzatib borayotganlik ko'pchilik biladi. Yangi rul umuman ishlatilmagan. Yangi. Tovar kod nomerlari GM Rulli tayyor holati, krishkasi yopilgan. Nexia 1 uchun Evo'legan rul topish juda qiyin. Koreyadan oxirgisi bu, bundan boshqa yo'q. 10 ta olib kelganmiz, siklatda 100% qolmadi. Ko'rayotganingda 10 ta korotkada kelgan. Kod nomer hammasi o'ziniki radmi. Bizga oldingi yil Nexia 1 fara kelgan, 4 taligi GM original. Buni ham o'z siklatdan olib chiqqanmiz. Fara yangi 4 talik deganda lampochkasi 4 ta bo'ladi. 100% original bu ham. Kimga shu tovarlar kerak bo'lsa, demak, o'zga aloqaga chiqasizlar. Bundan boshqa tovarlar ham siklatda bo'lsa qarab olib chiqib beramiz.